Biz endi mana shu gametalarda oldingi u yerdagi nisbatlar qanday hosil bo'layotganini sizlar bilan Pascal burchagi asosida ko'rib chiqamiz. Demak, Pascal burchagi. Qarang. Mana bu 1. Ha? Ikki tomonga yana 1 1. Ko'ryapsizmi? Endi mana bu 1 1. Ha? Mana bu yer 1. 1 ga 1 da qo'shsak 2. Ko'ryapsizmi? Demak, mana bu yer 0n. Mana bu hosil bo'lgan narsa, demak 0n 1n 2n. Endi qarang, yana mana 1, ha? 2 ga 1 da qo'shsam necha bo'ladi? 3. 2 ga 1 da qo'shsam 3. Mana bu yerda yana 1. Endi yana 1. 3 ga 1 da qo'shsam 4. 3 ga 3 da qo'shsam 6, ha? 3 ga 1 da qo'shsam yana 4. Mana bu yerda yana 1. Ko'ryapsizmi? Endi yana bu yer 1. 4 ga 1 da qo'shsam 5. 4 ga 6 ni qo'shsam 10. 4 ga 6 ni qo'shsam 10 va 4 ga 1 da qo'shsam 5. Mana bu yerda yana 1. Ana endi mana bunga qarang. Mana bu yer 3n. Mana bu yer 4n. Mana bu yer demak necha? 5n. Ya'ni 1n dan 2n ga, 2n dan 4n ga, 3n dan 6n ga, 4n dan demak 8n ga, 5n dan demak 10n ga o'tgan. Ko'rdingizmi? Ana endi gametada nisbatlar qanday hosil bo'lganligini ko'ramiz. Qarang. Birinchi, xo'p, mana bu yerga e'tibor qaratayotgansiz 1 2 1 turibdi, to'g'rimi? Mana bu 2 ni 2 ga ko'paytirsa necha bo'ladi? Mana bu 2 ni 2 ga ko'paytirsa to'g'rimi? To'g'rimi? Demak, bizda katta A, kichkina a, ya'ni 2n dan 4n ga o'tayotgan holat. Katta A, kichkina. Ikkala chekkada necha turibdi? 1 mi? 1 da 1 ga ko'paytirsangiz 1, 1 da 1 ga ko'paytirsangiz baribir 1. Demak, mana bu yer bilan mana bu yer 1. 2 ni 2 ga ko'paytirsangiz-chi? 4. Demak, 1 4 1 qatdan kelgan ekan? Demak, mana shu yerdan kelgan ekan. Yana qaytaraman. Demak, mana bunga e'tibor 1 da 1 ga ko'paytirsangiz baribir 1. Ikkala chekka mana. 2 ni 2 ga ko'paytirsangiz necha bo'ladi? 4. Ana endi qarang. Endi 3n dan 6n ga o'tgan holati katta A, kichkina a. To'g'rimi? Endi qarab turing. Xo'p, 3 ni 3 ga ko'paytirsangiz necha? 9. 3 ni 3 ga ko'paytirsangiz necha? 9. Ikkala chekkada nechadan? 1. Demak, katta A dan 3 ta, katta A dan 2 ta, katta A dan 1 ta, kichkina A dan. Mana ular nechadan? 1 dan. O'rtalar nechtadan ekan? 9 tadan ekan. Qatdan kelyapti, yana qaytaraman. 3 ni 3 ga ko'paytirsangiz 9. 3 ni 3 ga ko'paytirsangiz 9. Qatdan bilyapsiz bu 3n desa? Chunki mana shu 3 ga kelganda 3n dan 6n ga o'tyapti. Ko'ryapsizmi qayerdan kelyapti nisbatlar? Ana endi 4n ni ko'ramiz. 4n ya'ni katta A dan nechta? 4 ta. Kichkina A dan ham 4 ta. Demak, katta A dan 4 ta yozaman. Endi katta A dan demak 3 ta yozaman. Katta A dan 2 ta, katta A dan 1 ta va bitta ham katta A yozmayman. Ana endi hisoblaymiz 4n'nikini. Demak, 4 kala 4 16. Mana o'zi 1 ikkala chekka. To'g'rimi? 16. 6 kala 6 36. Yana 4 kala 4 16. Ko'rdingizmi qatdan kelib chiqdi? Ana endi oxirgi 5n holati ko'radigan bo'lsak, qarang 5n qanday bo'lyapti? Ya'ni 5n ga katta A dan demak 4 5 ta, ha? Katta A mana 4 ta, kichkina bo'ladi. Endi xo'p, 3 ta yu 2 ta. Mana bu yerga yozamiz. 2 ta yu 3 ta. 1 ta yu 4 ta mana. Oxirisi mana. Endi qarang. 1 kala 1 1, ya'ni mana 1, oxirisi ham 1. 5 kala 5 25. 14 ga ko'paysam 100, 14 ga ko'paytirsam 100. 5 kala 5 25. Demak, oxirisi baribir 1. Demak, nisbat 1 25 100 125 1. Tushundingizmi qanaqa qilib olinganligini? Pascal burchagi o'ta juda ham oson narsa. Shu orqali bemalol xohlagan formatda hozir davom etishingiz mumkin. Mana bu yerda yana 1 ga 5 ni qo'shsangiz 6, davom etsiz va hokazo 12n. Hozir buni yozib olganimizdan keyin yana davom etamiz shu Pascal burchagini. Yozib olamiz buni.